Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Jizzax Politexnika instituti transport logistikasi kafedrasi assistent o'qituvchisi Nishonov Azizbek bo'laman. Demak, bu yerda meni kontakt ma'lumotlarim agar kerak bo'lsa. Demak, bugungi darsimiz jamoat transportida tashkil etish va boshqarish fanidan bo'ladi. Aynan bugungi mavzu bo'yicha keladigan bo'lsak, jamoat transportining mazmuni, uni funksional vazifalari va respublikamizga tutgan o'rni va aynan bu jamoat transportining demak yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'yicha aynan uning texnik ekspluatatsion ko'rsatkichlarini aniqlash va uni tahlili bo'yicha gaplashamiz. Demak, dastlab nima uchun biz jamoat transportini rivojlantirishimiz kerak? Agar bu to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, bu grafada e'tibor qilsalaringiz, demak, oxirgi 30 yil ichida butun demak jahonda chiqadigan chiqindi gazlar miqdori tahlil keltirilgan. Bu yerda e'tibor qilsangiz, 4 ta turdagi chiqindi gazlar tahlil keltirilgan, ya'ni qurilish, sanoat, transport va quvvat, ya'ni elektr energetika, neft gaz sohasida chiquvchi chiqindi gazlar miqdori keltirilgan. Bu yerda demak asosiy e'tibor bizada transport sohasida bo'ladi. Nima uchun aynan transport sohasi? Chunki jamoat transporti qancha rivojlansa, demak o'z-o'zidan transport vositalari sonini demak shahardagi miqdorini ancha kamaytirish mumkin va bu orqali chiqindi gazlar miqdori ancha kamayishiga erishishimiz mumkin. Nima uchun aynan bu grafani keltiryapman? Sababi e'tibor qilsangiz, bu yerda mana bu asosiy ikkita sanoat va qurilish sohasidagi demak chiqindi gazlar miqdori deyarli o'zgarishsiz. Demak, oxirgi 30 yilda bir xil me'yorga keltirib bo'lindi. Ya'ni bulardan deyarli ortiqcha o'sayotganini yoki kamayotganini ko'rmayapmiz va elektr energetika yoki quvvat bo'yicha keladigan bo'lsak, bu ham oxirgi bir 10-15 yilda qanchadir miqdorga oshdi va lekin hozirgi kunda u ham allaqachon bir ma'lum bir tartibga kelganligini ko'rishimiz mumkin va faqatgina transport sohasi, ya'ni bu yerda bu yashil rangda ko'rsatilgan transport sohasidan chiquvchi chiqindi gazlar miqdori yildan yilga ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin va bu o'z navbatida jamoat transportidan ko'ra shaxsiy transport vositalarini oshishini nazarda tutadi va bu orqali demak transport vositalaridan chiqargan chiqindi gazlar miqdori demak ulushi ancha ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Yoki yana boshqacha bu rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Nima uchun jamoat transportini rivojlantirishimiz kerak? Ya'ni bu o'z-o'zidan yuqoridagi slaydga bog'liq ravishda agar bizada o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, deylik bir 50 tacha yo'lovchi bo'lsin. Agar mana shu 50 ta yo'lovchi o'zini shaxsiy avtomobillaridan foydalanadigan bo'lsa, agar har biri o'zi alohida transport vositasidan foydalansa, kamida bir 50 ga yaqin demak transport vositasi kerak bo'lishini ko'rishimiz mumkin va mana bu yerda demak o'sha bizga kerakli bo'lish 50 ta yo'lovchi va endi bu yerda ko'rishingiz mumkin qanchalik demak transport vositalaridan foydalanganda shahar ko'chalaridan foydalanishda shahar ko'chalarining transport vositasi bilan to'lganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu o'z navbatida navbatdagi transport muammolarini o'sishiga olib keladi. Transport muammolari, ya'ni tirbandlik, o'zaro kechikishlar va transport vositalarini turib qolish natijasida undan chiqadigan chiqindi gazlar miqdorining oshishi va bu o'z navbatida yoqilg'i sarfini ham ortishiga olib keladi. Agar shu 50 ta yo'lovchini jamoat transporti yoki velosiped transportdan foydalanganda buni ham ko'rishingiz mumkin. Kamida 50 tacha demak velosiped kerak bo'ladi va buni eng oddiyroq tomoni, ya'ni bizim fanimizda aynan muhim jihati desak ham bo'ladi. Aynan mana shu 50 ta yo'lovchini atiga birgina demak jamoat transporti yoki aynan bizning avtomobil sohasi bo'lganligi uchun avtobusda tashish imkoniyati mavjudligini ko'rishimiz mumkin va bu o'z-o'zidan kelib chiqadiki, 50 ta transport vositasidan chiqadigan chiqindi gazlar miqdori kamida bir 50 barobar yoki 40-45 barobarga kamayishi mumkin. Bu o'z navbatda demak dvigatelga bog'liq ravishda hisoblanadi. Ya'ni har qanday transport muammolarini kamida 50 barobargacha qisqartirish imkoniyatiga erishishimiz mumkin. Bu albatta jamoat transportini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Endi jamoat transportini rivojlantirishda bu slaydga ham e'tibor qilishingiz mumkin. Nimaga aynan jamoat transporti muhim? E'tibor qilishingiz mumkin. Afsuski, nafaqat O'zbekiston, balki hozirgi kundagi jahondagi ko'plab mamlakatlarda transport sohasi aynan shu ko'rinishga kelib bormoqda. Ya'ni
shaxsiy transport vositasidan foydalanish o'sishiga asosiy sabablardan biri sifatida shuni aytish mumkinki, u haqiqatdan qulay, inson bir o'zi foydalanish uchun shinam, ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'zi ko'zlagan manzilga yetib oladi. Afsuski, buni natijasida jamoat transport foydalanuvchilari bir qancha demak noqulayliklarga duch kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu o'z navbatida jamoat transportini emas, balki shaxsiy transport vositalarini miqdori oshishiga olib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Endi jamoat transportini rivojlantirmaslik bizga nimaga olib keladi? Dastlab ko'rishingiz mumkin, bu yerda demak shaxsiy transport vositalari soni oshib ketadi va o'z-o'zidan shaxsiy transport vositalari oshishi natijasida bu yerda ko'rishingiz mumkin, shahar ko'chalari transport vositalari bilan borgan sari ko'payib, ya'ni transport vositasi bilan to'lib boraveradi. Natijada yo'llardagi transport bilan bog'liq muammolar ortib, o'z-o'zidan jamoat transportini ko'zlangan manzillarga oldindan belgilab berilgan harakat jadvali asosida o'z vaqtida yetib borishini kechikishiga olib keladi va o'z-o'zidan bekatda turgan yo'lovchi demak o'z manziliga, keyingi manzillariga borish natijasida demak bir qancha vaqt yo'qotishlariga olib keladi. Bu ishga ketayotgan yo'lovchi bo'ladi, o'qishga yoki o'zini boshqa turdagi shaxsiy ehtiyojlari uchun keyingi manzilga yetib borishida demak bir qancha demak vaqt yo'qotilishlariga sabab bo'lishi mumkin va bu o'z navbatida demak nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy jihatdan shu mamlakat rivojlanishiga ta'sir qilib, demak o'z-o'zidan demak bu yerda ko'rishingiz mumkin, transport vositalarini yoqilg'i sarfi ortib boradi, undan chiqadigan chiqindi gazlar miqdori ortib boradi va hokazo, va bu o'z-o'zidan demak bizga kerakli va asosiy o'sish ko'rsatkichlarini, demak iqtisodiy ko'rsatkichlarni kamayishiga olib keladi va o'z navbatida buni demak rivojlantirish uchun ko'rishingiz mumkin, butun mamlakat bo'ylab demak hukumat orqali buni rivojlantirishni nazarda tutamiz. Endi aslida bu slayd orqali nima demoqchimiz? Shahar qanday bo'lishi kerak, lekin qanaqa loyihalanib qoldi? Hozirgi kunda aksariyat shaharlarda demak jamoat transportiga nisbatan ko'rishingiz mumkin, demak shaxsiy, ya'ni yengil avtomobildan foydalanish darajasi ortib boryapti. Ya'ni yengil avtomobil yoki shaxsiy transport vositalarini aynan jamoat transportiga nisbatan olib qarasangiz, uni ustunligi yuqori bo'lib boryapti. Lekin aslida bu teskari holatda loyihalanishi, ya'ni jamoat transporti yengil avtomobil yoki mana o'rtada shu shaxsiy avtomobildan ancha ustunligi yuqori bo'lgan holatda loyihalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi va bu o'z navbatida yengil avtomobildan ko'ra jamoat transportidan foydalanuvchilar soni ortishiga xizmat qiladi. Endi hop, jamoat transporti o'zi qanday loyihalanishi kerak? Dastlab bu demak yo'lovchi uchun xavfsiz bo'lishi lozim. Ya'ni yo'lovchi demak jamoat transportiga chiqqanda yoki undan tushganda bu bekatlardagi holat nazarda tutyapman, uni jamoat transport ichida foydalanganda demak har qanday transport muammolariga duch kelmaslikdan aynan belgilangan vaqtda, ya'ni harakat jadvali bo'yicha yoki yo'nalish chizmasi bo'yicha demak xavfsiz harakati tashkil qilinishi kerak. U har qanday masalan yo'l transport hodisalari, kechikishlar va umuman jamoat transportdan foydalanishda unga ta'sir etuvchi boshqa demak tartibsizliklarni oldini olish bo'yicha xavfsiz holatda demak loyihalanishi lozim va o'z navbatida demak jamoat transporti qulay bo'lishi kerak. Ya'ni yo'lovchi o'ziga eng yaqin bo'lgan bekatni demak oson topa olishi va bu bekat orqali o'zini keyingi manzillariga yetib olishida demak qulay tarzda loyihalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi va shinam bo'lishi lozim. Demak bu avtobuslarni o'zini nazarda tutyapman, ya'ni avtobuslar qancha yo'lovchi uchun shinam, demak o'tirib ketish uchun o'rindiqlar soni yetarli yoki turib ketgan taqdirda hech qanday qiyinchiliklarsiz yetib olsa, demak bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Tez va arzon, ya'ni bu keyingi sifatlarni nazarda tutadi. Demak jamoat transportlari haqiqatda yo'lovchi uchun boyagi eng yuqoridagi slaydda nazarda tutgandek, bu bir vaqtda bir 30, 40, 50 talab yo'lovchi tashish uchun loyihalanadi. Demak bu keyingi manzillarga yetib olishda demak albatta tez harakatlanishi va bu odatda ba'zi bir shu xalqaro tan olingan tizimlar bor. BRT, ya'ni jamoat transporti uchun alohida yo'l tasmalarini ajratish va hokazo shunga o'xshash turlar orqali jamoat transportini shaxsiy avtomobillardan ko'ra ustunligini oshirish evaziga erishish mumkin bo'lgan omil hisoblanadi.
Navbatdagisi demak albatta arzon bo'lishi kerak, sababi jamoat transportidan foydalanuvchilar odatda bir emas bir nechta yo'lovchilar birgalikda foydalangan uchun bu o'z navbatida demak undan foydalanish qiymati ancha arzon bo'lishiga olib keladi va oxirisi albatta bu eng juda muhim omildan biri hisoblanadi. Demak tabiatga kam zarar yetkazuvchi transport vositasi bo'lsa, bu yana ham maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Xo'p, endi jamoat transporti nima? Uni maqsadi qanaqa? Demak, uni hozirgi kundagi ahamiyat qanchalik yuqoriligini bildik. Endi jamoat transportining o'ziga keladigan bo'lsak, bu demak yo'lovchilar va yuk tashish uchun mo'ljallangan umum foydalanuvchi yer usti yoki yer osti turdagi transport vositalari hisoblanadi. Bular bo'lishi mumkin avtobus, elektrobus yoki trolleybus, tramvay, yo'nalishli yoki yo'nalishsiz taksilar, metropoliten yoki yo'lovchi uchun mo'ljallangan havo transportlari, samolyot, suv transportlari, kema va hokazolar. Demak, bu jamoat transportlarini nazarda tutadi. Endi bu odatda jamoat transporti oldindan belgilangan marshrut, ya'ni yo'nalishlar bo'yicha ishlovchi va har bir demak yo'lovchi uchun xizmat ko'rsatuvchi demak oldindan o'sha belgilangan to'lovlarni to'laydigan yoki maxsus transportdan farqli o'laroq jamoatchilik tomonidan foydalanish mumkin bo'lgan guruh demak safarlar tizimlari orqali yo'lovchilarni tashish tizimi demak jamoat transporti hisoblanadi. Jamoat transporti turlariga keladigan bo'lsak, bu demak avtomobil transporti bo'yicha keladigan bo'lsak, avtobus, mikroavtobus, yo'nalishsiz taksilar, havo transporti bo'yicha samolyot, vertolyot yoki havo sharlarini ham kiritamiz. Bu havo sharlari odatda demak turistik sohani rivojlantirish uchun foydalaniladi. Suv transport bo'yicha keladigan bo'lsak, kemalar, qayiqlar va hokazo. Qo'r transport keladigan bo'lsak, u odatda yuk tashish uchun mo'ljallangan jamoat transporti hisoblanadi. Qo'r transportda demak odatda jamoatchilik asosida zarur bo'lgan yuklarni tashishga mo'ljallanadi. Endi jamoat transportining asosiy vazifalari keladigan bo'lsak, demak bu o'sha Vazirlar Mahkamasining belgilagan qaror bo'yicha keltirib o'tilgan, ya'ni dastlab bu yo'lovchilar tashish uchun xavfsiz bo'lishi va yo'lovchiga xizmat ko'rsatishda madaniyatning yuqori darajasini ta'minlash, jamoat transport qatnovlarida demak transport vositalari harakatlari maromiga va belgilangan jadvali va intervallarga rioya qilgan holda demak harakatni tashkil etish demak jamoat transportining asosiy dastlabki vazifasi hisoblanadi. Shuningdek, jamoat transportini joriy qilishda doimiy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, harakat tartibining navigatsiya nazorat tizimlari, GPS yoki GRS tizimlarini keng joriy qilish, oxirgi qatnovda demak transport vositalarini yetib kelish va oxirgi bekatdan jo'nab ketish vaqtini qayd etuvchi elektron terminal, onlayn rejimdagi demak qatnov liniyalarini dispetcher boshqaruv darajasini oshirish yo'li bilan demak shahar yo'lovchi tashuvlarini tashkil etish tizimida alohida demak jamoat transporti uchun intizomni mustahkamlash navbatdagi vazifasi hisoblanar ekan. Shuningdek, transport vositalaridan foydalanish bo'yicha yagona texnik siyosatni yuritish, ya'ni jamoat transportidan foydalanishda butun masalan respublika miqyosida oladigan bo'lsak, aynan butun respublika bo'yicha yagona siyosat yuritilishi lozim. Ya'ni bir shaharda o'rnatilgan tartib intizom boshqa shaharda ham amal qilinishi lozim. Ya'ni har bir shahar uchun har xil siyosat yuritish bu maqsadga muvofiq hisoblanmaydi. Talablarni amalga oshirish, har tomonlama qulay, zamonaviy va transport vositalarining saqlanishi, ulardan ehtiyotlab maqsadli va samarali foydalanilishi bo'yicha doimiy monitoring olib borish demak navbatdagi vazifa hisoblanar ekan. Shuningdek, demak sutkani turli vaqtlarida ma'lum bo'lish chiqishi mumkin bo'lgan yo'lovchi oqimini hisobga olgan holda demak transport vositalari, ya'ni avtobuslar qatnovlarini oqilona uyg'unlashtirish, transportni ta'mirlash va unga servis xizmat ko'rsatish bo'yicha infratuzilmani rivojlantirish navbatdagi vazifasi hisoblanar ekan. Transport tashkilotlarini eng avvalo haydovchilar tarkibi bilan transport vositalarini ta'minlash, ularga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha demak malakali kadrlar bilan mustahkamlash, ularni malakasini tizimli ravishda oshirishni ta'minlash yoki shahar yo'lovchi tashish bo'yicha transport xodimlarini moddiy rag'batlantirish bo'yicha samarali tizimni joriy etish demak navbatdagi vazifalari hisoblanar ekan. Xo'p, endi
yuqorida aytib o'tdim, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, yo'lovchilar oqimini o'rganish hisobiga, demak, yo'nalishga o'rta sig'imli yoki katta sig'imli avtobus, mikroavtobuslarni qatnovlarini oqilona uyg'unlashtirish, demak, asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ya'ni kunni tig'iz paytiga qarab, ya'ni qaysi vaqtda yo'lovchi oqimi ko'p bo'lsa, shunga qarab, demak, transport vositalarini, demak, doimiy ta'minlab borish nazarda tutadi. Demak, yo'lovchilar oqimi o'zi qanday o'rganiladi? Yo'lovchi oqimi o'rganishning asosiy maqsad o'sha yuqorida aytib o'tilgan kunni ma'lum vaqtlari bo'yicha transport vositalari bilan ta'minlashni oldindan rejalashtirish yoki bashorat qilish uchun, demak, yo'lovchilar oqimi o'rganiladi. Demak, yo'lovchilar oqimini o'rganish uchun bizga dastlab o'sha yo'l bo'laklari bo'yicha joylashgan, demak, jamoat transportini harakat qatnov bo'yicha belgilangan o'sha yo'nalish chizmasi yoki o'sha yo'nalish chizmasida ko'rsatib o'tilgan har bir to'xtab o'tuvchi yo'lovchilar uchun va jamoat transporti uchun belgilangan bekatlar va kuni soatlari bo'yicha, demak, bu orqali yo'lovchi oqimini taqsimlanishi yoki butun yo'lovchi aylanmasini o'rtacha tashish masofasi yoki butun yo'nalishdagi barcha yo'lovchilarning almashinuvchanlik koeffitsiyentini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Endi yo'lovchilar oqimini o'rganishda bir nechta usullar bor. Demak, grafik, siklogramma, epyura, jadval yoki kartogramma yordamida yo'lovchilar va transport oqimi o'rganiladi. Endi bu yerda kartogramma odatda transport vositalari bo'yicha transport oqimini o'rganish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, qolgan grafik, epyura yoki jadval usullari to'g'ri-to'g'ri yo'lovchilar oqimini o'rganishga qaratilgan bo'ladi. Endi yo'lovchilar oqimini o'rganishda asosiy metodlardan biri bu anketa usuli hisoblanadi. Bu qulay tomoni, barcha yo'lovchilar oqimini kunni qaysi qismida, shaharning qaysi qismidan keyingi qaysi manzillarga harakatlanishini anketa yordamida to'liq ma'lumotni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Faqat buni noqulayligi bu to'g'ridan-to'g'ri yo'lovchini o'zi bilan suhbat asosida amalga oshirishga to'g'ri keladi. Keyingi usuli yo'lovchilar oqimini o'rganish bo'yicha talon usuli hisoblanadi. Ya'ni bu talon usuli eng, demak, yo'lovchilarni aynan kunni qaysi qismida harakatlanishi bo'yicha, demak, keng ma'lumotni olish mumkin bo'lgan eng optimal usullardan biri hisoblanadi. Faqat buni bir noqulayligi bor. To'g'ridan-to'g'ri buni yo'lovchilarga tarqatish orqali, demak, bu narsani amalga oshirish mumkin. Ya'ni bu yerda 1 dan 24 gacha raqam berilgan talon bo'yicha. Aynan bu 1 dan 24 gacha bo'lgan raqamlar bekatlarni joylashuvi bo'yicha raqamni anglatadi. Ya'ni yo'lovchi qaysi bekatda chiqsa, demak, ikkinchi bekatda chiqsa, o'sha ikkinchi bekatni belgilab yo'lovchiga beriladi va yo'lovchi avtobusdan chiqayotgan payti nechinchi bekatda tushsa, deylik, 10-bekatda tushsa, shu 10-bekatni belgilab talonni yig'ib olinadi va bu orqali biz to'g'ridan-to'g'ri talonlar soniga nechta bo'lsa, demak, shu yo'nalish bo'yicha yo'lovchilar oqimini anglatadi va yo'lovchilarni aynan bekat oraliqlari bo'yicha belgilangani bo'yicha o'rtacha, demak, yurish avtobusda bo'lish masofasi yoki o'rtacha avtobusda yurish vaqti kabi bir nechta ko'rsatkichlar bo'yicha aniq ma'lumotlarni o'rganish mumkin bo'ladi. Navbatdagi usullardan biri bu ko'z bilan chamarish usuli hisoblanadi. Bu usul odatda to'g'ridan-to'g'ri bekatlarda turgan holda yo'lovchilar oqimini o'rganishga mo'ljallangan hisoblanib, bunda 1 dan 6 gacha bo'lgan raqamlarda demak, baho qo'yish orqali to'g'ridan-to'g'ri yo'lovchilar oqimini o'rganish mumkin hisoblanadi. Ya'ni bekatga keladigan avtobus agar ichida o'tirib ketuvchi o'rindiqlar soni yarmigacha to'la bo'lsa, demak, 1 ball. Agar yarmidan ko'proq bo'lsa 2 ball. Demak, to'liq o'tirib ketuvchi o'rindiqlar soni yo'lovchilar bilan to'lgan bo'lsa, demak, 3 ball. Agar turib ketuvchi yo'lovchilar soni ham ma'lum miqdorda 4, 5 va umuman oxirisi, demak, 6 ball qo'yiladi. Demak, jamoat transporti yo'lovchilar bilan to'la va boshqa unga yo'lovchi chiqish imkoni mavjud emas. Hop, navbatdagi usul bu jadval usuli hisoblanadi. Ya'ni yuqoridagi aytib o'tilgan usullarda o'rganilgan barcha yo'lovchilar oqimi to'g'ridan-to'g'ri jadvalga kiritgan holda tahlil qilish uchun foydalaniladi. Hop, navbatdagi usul bu so'rovnoma usuli hisoblanadi. Demak, pastdagi shu link orqali so'rovnomada ham qatnashish mumkin. Bunda, demak, 15 tadan 25 tagacha bo'lgan miqdordagi savollarni berish orqali to'g'ridan-to'g'ri jamoat transportida xizmat ko'rsatish sifati yoki jamoat transport inshootlari, haydovchi madaniyati va hokazo bir nechta turdagi
omillarni so'rovnoma o'tkazish orqali aniqlashimiz mumkin. Buni qulay tomoni, demak, to'g'ridan-to'g'ri onlayn ravishda o'tkazish mumkin bo'ladi va bundan olingan ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri, demak, tahlil qilish orqali navbatdagi demak, yo'lovchi va jamoat transporti ishtirokchilari uchun qulay bo'lgan yo'nalishlarni aniqlash uchun kerak bo'ladi. Oxirgisi bu chipta usuli. Bu odatda, demak, aynan yo'lovchilar sonini aniqlash bo'yicha foydalaniladi. Hozirgi paytda nisbatan kamroq foydalanuvchi tizimdan biri. Sababi hozirgi kunda, demak, Atto transport kartalari yo'lga qo'yilib, butun transport oqimi, demak, uni aynan qaysi manzillarda to'xta bo'lish to'g'risidagi yoki jamoat transportiga chiqish to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni bu karta orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli chipta oxirgi paytda nisbatan kam foydalaniladigan tizimdan biri. Endi bu yo'lovchilar oqimi bo'yicha edi. Endi bu slaydga keladigan bo'lsak, aynan transport oqimini o'rganish bo'yicha, demak, usullarni keltirib o'tamiz. Bu, demak, asosiy 3 ta tur bo'yicha ajratiladi. Birinchisi, demak, sutkalik, ikkinchisi tig'iz vaqtlar uchun va uchinchisi kunning ishchi vaqtlari uchun o'rganiluvchi transport oqimi hisoblanadi. Bu yerda birinchi, ikkinchi, uchinchi tur bo'yicha yuqoridagi aynan sutkalik rejim bo'yicha, demak, ertalab soat 6 dan kechqurun 23:00 gacha birinchi turdagi yo'llarga odatda bu to'g'ridan-to'g'ri shaharga kirib keluvchi va shahardan chiqib ketuvchi yo'llarga qo'yiladi. Masalan, bu shaharlarda, demak, 6 ta, 8 ta, 10 tagacha shunday turdagi yo'l bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yo'l orqali butun shaharga kirib keluvchi transport oqimi va shahardan chiqib ketuvchi transport oqimi o'rganiladi. Bu, demak, ertalab 6 dan 23:00 gacha o'rganilar ekan. Keyingisi tig'iz vaqt uchun bo'lgan tur hisoblanib, bunda ertalab 8 dan 10 gacha birinchi tig'iz vaqt, ikkinchi tig'iz vaqt, demak, 12:00 dan 14:00 gacha va kechki tig'iz vaqt 17:00 dan 19:00 gacha bo'lgan tig'iz vaqt hisoblanadi. Bu ikkinchi tur bo'yicha, demak, chorrahaga kirib keluvchi transport vositalari va chorrahadan chiqib ketuvchi transport vositalari miqdori aniqlangan holda o'rganiladi. Va uchinchi tur bu, demak, kunni ishchi vaqti uchun o'rganiladigan transport oqimi usuli hisoblanadi. Bu ertalab, demak, 8 dan kechki payt 20:00 gacha. Ya'ni doimiy transport vositalari va yo'lovchi oqimi ishchi rejimda ishlaydigan holat uchun o'rganiladi. Bunda bu uchinchi turdagi, demak, transport vositalari oqimi o'rganish usulidan e'tibor qilsangiz, bunda har bir yo'ldan chiquvchi transport vositalarining chorrahaning keyingi yo'l tasmasida harakatlanuvchi yo'nalishlari ham to'g'ridan-to'g'ri hisobga olingan holda o'rganiladi. Ya'ni chorrahadan chiquvchi transport vositasi to'g'riga, o'ngga yoki chapga yoki aynan bu joydan qayrilib olgan transport vositalari turlari bo'yicha o'rganib, demak, transport oqimi hisobga olinadi. Endi bu yerda masalan bitta kattaroq shaharda o'rnatilgan shu 1, 2 yoki 3 turdagi o'sha transport vositalarini butun transport oqimi o'rganish bo'yicha olinganini ko'rishingiz mumkin. Bu mana bu yashil rangdagilar odatda e'tibor qilsangiz, bu shahar chetki qismlariga o'rnatilgan. Ya'ni bular to'g'ridan-to'g'ri birinchi turdagi transport oqimini o'rganish bo'yicha hisoblanadi. Ko'k rangdagilar bu ikkinchi turga kiruvchi, ya'ni bu yerda chorrahaga kirib keluvchi va chorrahadan chiqib ketuvchi barcha transport vositalari soni oqimi o'rganiladi va uchinchi turda, demak, mana yaqinlashtirilgan holatda qizil rangdagilar, demak, to'g'ridan-to'g'ri barcha transport vositalarining chorrahaning keyingi harakati keyingi kesimda harakatlanishi o'rganiladi. Endi buni to'g'ridan-to'g'ri transport vositalarini o'rganish uchun, demak, asosiy ikkita usulda o'rganish mumkin. Birinchisi bu to'g'ridan-to'g'ri oldindan belgilangan o'sha transport vositalari oqimini o'rganish nuqtasiga inson omil yordamida to'g'ridan-to'g'ri bittalab sanab kunni soati bo'yicha, va ikkinchisi, demak, kameralar yordamida o'rganib va uni trafik data dastur yordamida to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni kamerada yozib olingan videolarni trafik data dasturiga o'rnatish orqali transport vositalari oqimini o'rganishimiz mumkin. Bu yerda, demak, hozirgi bu videorolikda aynan tip 1 yoki birinchi turdagi transport vositalari oqimini o'rganish bo'yicha olingan, demak, kameradagi yozuv va kameradagi yozuv orqali e'tibor qilishingiz mumkin. Bu birinchidan transport vositalari oqimi aynan shu joyda nechta transport vositasi harakatlanish to'g'risidagi soni,
Ikkinchidan, u har xil ranglarda belgilaydi. Sababi shaxsiy avtomobil, avtobus, mikroavtobus, mototsikl va hokazo turdagi demak barcha transport vositalarining turlari bo'yicha ham aniqlab beradi. Bu demak transport oqimini o'rganish navbatdagi usul. Yoki o'ng tomonda yana boshqa turdagi chorrahani ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu doirasimon yoki bu yerda demak to'g'ridan to'g'ri barcha transport vositalarining chorrahaning keyingi qismida aynan qayerga harakatlanish bo'yicha barcha demak ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri yozib olinishini ko'rishingiz mumkin. Endi demak barcha bu transport va yo'lovchi oqimlari o'rganildi. Demak o'sha harakat intervallari bo'yicha to'g'ri hisob-kitobni amalga oshirish uchun bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali demak to'g'ridan to'g'ri avtobusning harakat jadvali, yo'nalishda kerakli bo'lgan avtobuslar soni, harakat intervali va hokazo turdagi bir nechta demak formula yordamida to'g'ridan to'g'ri jamoat transportini asosiy demak yo'lovchi uchun xizmat ko'rsatishi eng qulay bo'lgan rejimni demak o'rganishimiz mumkin. Bu yerda bizga demak yo'lovchi sig'imi, ya'ni har bir o'sha avtobusga ketuvchi nechtadan yo'lovchi sig'imi ketadi. Odatda Isuzu NP 37 transport vositalari 37 ta ketadi yoki katta sig'imdagi avtobuslarga 50 yoki undan ko'p va hokazo. Bu to'g'ridan to'g'ri avtobusni yo'lovchi sig'imini nazoratda. Keyingisi yo'nalish uzunligi, avtobusni ishdagi vaqti, tasarruf tezligi, avtobusning yo'lovchi sig'imidan foydalanish koeffitsiyenti, ishga chiqish koeffitsiyenti kabi xullas bir nechta turdagi demak quyida ko'rib turganingizdek shu formulada foydalanilgan harflar va ularni demak aynan bizga qaysi turdagi ma'lumot berish to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Dastlab demak avtobusni aylanma qatnovi, ya'ni bu avtobusning bitta yo'nalish bo'ylab bosh bekatdan oxirgi bekatga borib va oxirgi bekatdan bosh bekatga to'g'ri va teskari yo'nalishda bir marta borib kelishini nazarda tutadi. Bu demak to'g'ridan to'g'ri yo'nalish uzunligini 2 baravarni demak avtobusni tasarruf tezligiga nisbati orqali aniqlanadi va bu kilometr. Keyingisi demak avtobusning qatnov vaqti. Bu to'g'ridan to'g'ri avtobusning shu yo'nalishda bo'lgan bitta to'g'ri yo'nalish bo'yicha harakatlanish vaqtini nazarda tutadi va bu avtobusning aylanma qatnovining yarmi orqali hisoblanadi. Avtobus o'rtacha tezlik, ya'ni bu avtobusning butun yo'nalish bo'ylab harakatlanishida demak butun tezligining eng o'rtachasini nazarda tutadi. Bu keyingi demak avtobusning o'zaro intervallari yoki yo'nalishda bo'lish vaqtlarini hisoblashda yoki butun yo'nalish uchun bizga nechta avtobus kerakligi to'g'risidagi ma'lumotlarni hisoblashda kerak bo'ladi. Shuning uchun o'rtacha tezlikni hisoblaymiz. Ya'ni o'rtacha tezlikni butun yo'nalish uzunligini demak har bir o'sha bekatdagi avtobusni to'xtab turish vaqti va oxirgi bekatda to'xtab turish vaqtiga yig'indisini demak 60 ga nisbati bo'yicha avtobusni demak qatnov vaqtidan ayirmasiga bo'lgan kattalikka demak butun yo'nalish uzunligini nisbatini orqali demak topishimiz mumkin bo'ladi. Hop, avtobus o'rtacha aloqa tezligi bu demak butun yo'nalish uzunligini demak yo'nalish uzunligini o'rtacha texnik tezlikka nisbatini demak yo'nalishdagi aloqa bekatlar soni va bekatda to'xtab turish vaqtini nisbatini demak 60 ga nisbatini yig'indisiga bo'lish orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak avtobusning kunlik yo'nalishda bo'lish vaqtiga keladigan bo'lsak, yo'nalishda bo'lish vaqti butun kun davomida avtobusning ishda bo'lish vaqtida demak nollik masofalar, demak dastlab avtobusni ertalab ishga chiqishdan oldin toki yo'nalishgacha bo'lgan masofasi bu L01, ya'ni birinchi nollik masofa va yo'nalishdagi ish vaqti tugagandan keyin avtobusning avtosaroyga qaytib kelgungacha, ya'ni yo'nalishdan toki avtobusning avtosaroygacha kelishgacha bo'lgan masofa L02, ya'ni ikkinchi nollik masofa bo'lsa, butun nollik masofalarni demak avtobus o'rtacha texnik tezligiga nisbatini butun ishda bo'lish vaqtidan ayirmasiga ko'ra topiladi. Avtobusning bir kunlik qatnovlar soniga keladigan bo'lsak, avtobusning kunlik qatnovlar soni butun avtobusning shu kunlik yo'nalishda bo'lish vaqtini barcha qatnovlar soniga nisbati orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak kunlik qatnovlar sonini aniqlash bo'yicha demak bir kunlik yo'nalishda bo'lish vaqti va haqiqiy ish vaqti bo'yicha ajratilgan holatda aniqlashimiz demak formulasi keltirilgan. Va bu demak yo'nalishda yo'lovchilar almashinuvchanlik koeffitsiyentini aniqlash bo'yicha formulasi, ya'ni bu bizga shunday kattalikni beradiki, butun yo'nalish bo'yicha demak harakatlanuvchi transport vositalari demak
demak bir yo'nalish davomida necha marta demak yo'lovchilar bilan to'lib yana bo'shashini nazarda tutadi. Ya'ni bir yo'nalishda deylik yo'lovchi sig'imi 37 ta bo'lgan avtobusda masalan agar bir yo'nalish yo'nalishdagi to'g'ri yoki teskari yo'nalishda tanlashingiz mumkin. Demak butun yo'lovchilar oqimi agar 74 ta bo'lgan bo'lsa, demak yo'lovchini almashtiruvchanlik koeffitsiyenti 2 ga teng bo'ladi. Chunki 2 marta shu 37 ta yo'lovchi sig'imiga ega bo'lgan transport vositasi to'lib yana bo'shaganini nazarda tutadi. Demak bu kattalik butun yo'nalish uzunligini yo'lovchilar o'rtacha tashish masofasiga nisbati bilan aniqlanar ekan. Endi avtobusni bir kunlik to'liq bosib o'tgan masofasiga keladigan bo'lsak, bu butun yo'nalish uzunligini kun davomida necha marta qatnov amalga oshirilgan bo'lsa, shu qatnovlarni demak sonini yo'nalish uzunligiga ko'paytmasiga barcha nollik masofalarni qo'sh orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Va bu orqali demak yo'lovchilarni kunlik transport vositalarini yo'lovchi bilan bosib o'tish masofasi aniqlanadi. Bunda demak butun aylanma qatnov vaqtini demak yo'nalish uzunligiga ko'paytirish orqali aniqlash mumkin bo'ladi. Va oxirida demak avtomobilning kunlik bosib o'tgan yo'ldan foydalanish koeffitsiyentiga keladigan bo'lsak, ya'ni u o'zi avtobus kun davomida shu yo'ldan qanchalik samarali yoki samarasiz foydalanayotganligini aniqlash uchun demak barcha avtobusni kunlik yo'lovchilar bilan bosib o'tgan masofasini demak avtobusni kunlik bosib o'tgan masofasiga nisbati bilan aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir kun davomida avtobus qancha masofani yo'lovchi bilan bosib o'tdi va qancha masofani yo'lovchisiz bosib o'tgan aniqlagan holda o'zaro ularning nisbati demak avtobusni yo'ldan foydalanish koeffitsiyentini aniqlashda yordam beradi. Buning uchun demak bizga albatta yo'lovchilar oqimi kerak bo'ladi. Yo'lovchilar oqimini o'rganish bo'yicha yuqoridagi demak slaydlarda keltirib o'tdik. Endi avtobusning ish unumdorligiga keladigan bo'lsak, bu demak bir qatnovda tashilgan yo'lovchilar soni, bir qatnovda bajarilgan yo'lovchi kilometr va kunlik bajarilgan yo'lovchi kilometrlar bo'yicha o'rganiladi. Bunda demak butun qatnovdagi aylanma qatnovni demak yo'lovchilar almashtiruvchanlik nisbatiga demak ko'paytmasiga ko'ra aniqlashimiz mumkin. Demak bir qatnovda bajarilgan yo'lovchi kilometrlar butun yo'nalish uzunligini demak aylanma qatnovi ko'paytmasiga va oxirida bajarilgan yo'lovchi kilometrlar bo'lsa kun davomida bosib o'tgan masofasini demak aylanma qatnov va avtobusning yo'ldan foydalanish koeffitsiyentiga ko'paytmasi orqali aniqlash mumkin bo'ladi. Oxirisi demak bu yo'nalishda nechta avtobus kerak deydigan bo'lsak, demak bu yo'nalishda tig'iz soatlarda, ya'ni yuqorida oqim o'rganish bo'yicha keltirilgan vaqtdek demak 8 dan 10 gacha yoki 12 dan 2 gacha yoki kechki payt 17:00 dan 19:00 gacha bo'lgan vaqtlarda bir soatda tashilgan eng katta yo'lovchilar oqimini demak avtobusning aylanma qatnoviga ko'paytmasini demak butun yo'lovchilar sig'imiga nisbati orqali aniqlashimiz mumkin bo'lar ekan. Va oxirida bu avtobusning harakat chastotasi aniqlanadi va bu avtobusdagi demak harakat chastotasi aniqlash uchun butun yo'nalishdagi kerakli avtobuslar sonini demak avtobusni butun aylanma qatnoviga nisbati orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Va bu orqali barcha o'sha harakat avtobusning intervalini aniqlashda foydalanuvchi demak butun avtobusning aylanma qatnov vaqtini demak avtobusning aynan yo'nalishda kerakli avtobuslar soniga nisbati demak 60 ga ko'paytirish orqali har masalan bir soat davomida tashiladigan yo'lovchilarga xizmat ko'rsatuvchi avtobuslarni aynan oraliq intervallarini aniqlashda demak yordam beradi. Demak shu yerda bugungi mavzu bo'yicha o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy materiallar tugaydi. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Demak, yuqoridagi ma'lumotlar orqali butun yo'nalishdagi avtobuslarni demak yo'lovchilarga oqilona demak harakat jadvali asosida o'zaro intervalni saqlagan holda demak to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatishni, ya'ni bu jamoat transporti shaharlarda yoki butun mamlakatda qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini demak o'rganib chiqdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.